O Dünya. Abduri Doktor Muhammad Al-Arifi. Tercüme qilguvchi Muhammad Barat. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Doktor Abdul Aziz Rahmatullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Loyihaligüchi A Aqhon. Shafaat qilish. Shafaat qilish qiyomat kunining eng cho'ng hodislaridan bo'lib, bu shafaatning cho'ng ta'siri bor. Bu orqali bandalarga ko'p osonchilik va yengillatish bo'ladi. Bandalar shafaatga erishish uchun taqvodorlarning sardorlariga murojaat qiladi. Hattoki anbiyalarmi shafaat qilolmaydiganligi bilan uzr aytadi. Ondan Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni buyuk shafaat qilish maqomiga yetkazadi. Undaqda shafaat degan nima? Uning shartlari qandoq? Uning turlari qancha? U payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xosmi yoki boshqa anbiyalarmi qila olamdi? Anbiyalardan boshqalarmi shafaat qilishi mumkin bo'lamdi? Qiyomat kuni butun xaloyiqlar yig'ilib, nihoyat uzun turib ketgan, qattiq qo'rqqanlikdan taat ibodatga sal qaragan insonlar yig'lab ketgan, ziyon tortquchilar halok bo'lgan, anbiyalarmi qo'rqqan, cho'ng farishtalarmi izdirob chekkan, qalblar bo'g'izlarga berib qolgan va kofirlar, fojirlar halok bo'lgan chaqda insonlar amallardan hisob elishning boshlanishi va nomi amallarning tarqatilishi uchun ulug' mutlaq podshoh Allohning dargohida shafoatchilarni izlashga boshlaydi. İnsanlar başqa nurg'un anbiyalarning yoniga berib iltijo qilgandan keyin insonlarning sayyidi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam shafaat qilgan va hamd bayrog'ini ko'targan holda o'rnidan turdi va Rabbining oldida duo qilgan, rahmatini umid qilgan holda sajda qiladi. Alloh taolo o'z zotning shafaatini qabul qiladi. Undan keyin yana Muhammad sallallohu alayhi va sallam bir qancha shafaatlarni qiladi. Bu shafaatlar orqali nurg'un insonlar do'zaxdan jannatga chiqadi va jannatdagi ba'zi mu'minlarning darajalari yuqori ko'tariladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam deganki, "Menga mendan burun hech kimga berilmagan 5 turlik alohidalik ato qilindi. Ular bir oylik musofa naridagi dushmanlarimning ko'ngliga qo'rqinch selish bilan menga nusrat berildi. Zaminning hamma yeri menga sajdagoh va poklig'uchi qilib berildi. Şuna mening ummatimdan har qanday odam qayerda namozning vaqti kirsa, shu yerda namozni o'qiyversin. G'animatlar menga halol qilib berildi. Halbuki mendan ilgirki hech kimga g'animat halol qilinmagan edi. Va yana qiyomat kuni shafaat qilish huquqiga ega qilindim. Burun payg'ambar degan faqat o'z qavmiga avatiladi. Men bo'lsam butun insonlarga avatildim." Shafaat qilish degan nima? Bu arab tilidagi shafa'a yashfa'u shafa'a degan fe'lning bir narsani yana bir narsaga qo'shish ma'nosidagi ash-shuf'u yiltizidan ilingan bo'lib, ash-shuf'u jub taqning aksidir. Shafaat qilish boshqalar uchun yaxshilik tilashdir. Bunday qilish shafaat deb ataldi. Chunki inson dastlabda hojatini tilaganda yolg'iz bo'ladi. Agar uningga hojatini tilashda yana bir inson qo'shilsa, jub bo'ladi. Shafaatning shartlari. Allah Taala Qur'onda shafaatning o'zining dargohida qabul bo'lib, shafaat qilinuvchiga manfaat qilish uchun talab qilinadigan tuvandagi ikki shartni zikr qildi. Birinchi shart: Allah Taolaning shafaatchiga mayli u payg'ambar bo'lsin, shahid bo'lsin yoki farishta bo'lsin, shafaat qilishga ruxsat qilishidir. Haq Taala aytadi: Allah izni bergan odamdan boshqaga Allohning dargohida shafaat foyda bermaydi. Saba surasi 23-oyat. Ikkinchi shart: Allah Taalaning shafaat qilinuvchidan rozi bo'lishi. Ya'ni shafaat qilinuvchi Allohga sherik keltirishdan boshqa gunohlarni qilgan asi gunohkor bo'lishi kerak. Agar u kofir inson bo'lsa, Alloh taolo uningga birarining shafaat qilishini qabul qilmaydi. Chunki Alloh taolo o'ziga sherik keltirgan gunohni mag'firat qilmaydi. Shuning uchun Alloh taolo kofirlar haqida shafaatchilarning shafaati ularga foyda bermaydi. Ya'ni ularni Allohning azobidan qutqazadigan shafaatchi bo'lmaydi. Ularga butun ahli zamin shafaat qilgan taqdirdimi, ularning shafaati qabul qilinmaydi degan. Muddassir surasi 48-oyat. Yana marhamatlik Allohning ahdiga erishganlardan boshqalar shafaat qilishga qodir bo'la olmaydi degan. Maryam surasi 87-oyat. Bu oyatdagi ahda la ilaha illalloh, Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'q deb guvohlik berishdir. Yana Nabi sallallohu alayhi va sallamning biz bilan munofiqlar o'tirisidagi ahda namozdir. Kimki namozni tark etadigan u kofir bo'lgan bo'ladi degan so'ziga asoslanib ahda namoz deb izohlangan. Demak, kofirning Allohning dargohida tavhid va iymon ahdisi bo'lmaganlik uchun uningga shafaatchilarning shafaati qabul qilinmaydi. Nabi sallallohu alayhi va sallam mening shafaatim ummatimdan cho'ng gunoh sodir qilganlar uchundir degan.
ya'ni nabiy sallallohu alayhi vasallam umuman asiy gunohkorlarning hammasiga garchi ular cho'ng gunoh o'tkazganlar bo'lsa-mu shafaat qiladi, ammo cho'ng gunohlardan ig'ir bo'lgan Alloh shirik keltirishga shafaat qilolmaydi. alloh taolo bir oyatda shafaatning ikki shartini zikr qilib, bu kunda marhamatli Alloh izn bergan va so'zidan Alloh rozi bo'lgan odamning shafaatidan boshqa hech qanday shafaat foyda bermaydi degan. Taha surasi 109-oyat. Bu oyatdagi marhamatli Alloh izn bergan degani Allah shafaatchining shafaat qilishiga ruxsat qilgan bo'lish kerak deganlik bo'lsa, so'zidan Alloh rozi bo'lgan degani shafaat qiling'uchi Allohga sherik keltirmay, Alloh uningdan rozi bo'lgan bo'lishi kerak deganlikdir. Shafaat qilishga ijozat berish faqat Alloh taolaning ilkididir. Bu vaqtda Alloh taolo shafaatning hammasi Allohning ilkididir. Hech odam Allohning iznisiz shafaat qilolmaydi degan. Zumar surasi 44-oyat. Shafaatning ahamiyati. Nabi sallallahu alayhi vasallamning andan shuhada va ulardan boshqa Alloh taolo shafaat qilishga ijozat bergan zotlarning shafaatiga erishish shafaat qiling'uchi uchun cho'ng sharaf va nijotlikdir. Shafaatning ahamiyatining jumlasidan Alloh taolo Nabi sallallohu alayhi vasallamga ummatining yarmini jannatga kirgizish va yoki ummatiga shafaat qilishdan iborat ikkining birini tanlashga aytganda Nabi sallallohu alayhi vasallam shafaat qilishni tanlagan edi. Avf ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Nabi sallallohu alayhi vasallam Rabbim menga kechada tanlashimga qo'ygan narsani bilamsizlar degan edi. Biz Allah va uning payg'ambari obdan bilguchidir dedik. Rabbim menga ummatimning yarmini jannatga kirgizishi bilan shafaat qilishning orasini tanlashimga qo'ygan edi. Men shafaat qilishni tanladim. Ey Rasululloh, Alloh taolaning bizni shafaatlarga nail bo'lganlardan qilishiga duo qilsizlar. U har bir musulmon uchundir. Har bir nabiy uchun ijobat bo'ladigan bir duo bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shafaat qilishga bak hirisman bo'lganlik uchun shafaat qildiganligi bilan xushal bo'ladi va dunyodagi vaqtida uningga tayyorlik qilgan edi. Buning jumlasidan har bir nabiy uchun ijobat bo'ladigan bir duo bor bo'lib, boshqa anbiyolar bu duoni dunyoda qilgan edi. Ammo Nabiy sallallohu alayhi vasallam bo'lsa, dunyoda u zotga turli aziyatlar yetib, bu duoni qilishga shunchalik ehtiyoj bo'lgan bo'lsa-mu, uni qiyomat kuni uchun saqlab qo'ygan edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, har bir nabiyning ummati uchun ijobat bo'ladigan bir duosi bor bo'lib, anbiyolarning hammasi bu duosiga oldirdi. Men duoyimni qiyomat kuni ummatimga shafaat bo'lishi uchun saqlab qo'ydim. Shunlashqa Alloh xolisa ummatimdan Allohga hech narsani sherik keltirmay vafot bo'lganlar uningga nail bo'ladi. Allah Teala'nın fazil keramining qatoridan Alloh taolo Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ummatidan 70 ming kishini va uningdan ko'proq kishini hisob olmasdan va azob qilmasdan jannatga kirgizganligi bilan va'da qildi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, Rabbim menga ummatimdan 70 ming kishini hisob olmasdan va azob qilmasdan jannatga kirgizganligiga va'da qildi. 70 mingning har biri mingi bilan 70 mingni, yana Rabbimning uchumlaridan 3 uchum odam kirgiziladi. Shafaatning turlari. Qiyomat kuni xaloyiqlarning hammasi shafaatga erishishni arzu qiladi. Ularning bir qismi shafaatga erishadi, bir qismi erisholmaydi. Shafaatga erisholmay ziyon tortadiganlarning eng cho'nglari dunyodagi vaqtida qabrlarga, tag'utlarga, toshlarga cho'qingan, butlardan tilgan va umid qilgan insonlardir. Qiyomat kuni Allohni qo'yib ibodat qilingan ma'budlar o'zlariga ibodat qilguvchilardan ado-judo bo'ladi va ularga hech qanday foyda manfaat yetkazolmaydi. Haq Taala aytadi: "Ba'zi odamlar Allohdan g'ayrilarini, ya'ni butlarni Allohga sherik qilib oladi. Ularni mu'minlarning Allohni do'st tutqunidek do'st tutadi, ya'ni ulug'laydi va ularga bo'ysunadi. Mu'minlar Allohni hammadan bek do'st tutquchilardir." Zalimlar qiyomat kuni o'zlariga tayyorlangan azobni ko'rgan chaqda bütün kuch-quvvatning Allohga mansub ekanligini va Allohning azobining qattiq ekanligini koshki bilsa edi. Dunyoda Allohga sherik keltirganliklariga haddidan ziyoda pushaymon qiladi. Ayni vaqtda agashtirguchilar azobni ko'rib, agashguchilardan ado-judo bo'ladi. Ularning o'zaro munosabati, ya'ni dunyodagi do'stligi uziladi. Agashguchilar koshki bizlarga dunyoga qaytishga bo'lsa edi, ular bizdan ado-judo bo'lgandek, bizmi ulardan ado-judo bo'latdiq deydi. Allah ularga yaman ishlarining hasrat bo'lganligini mo'shundoq ko'rsatadi. Ular do'zaxdan chiqolmaydi. Baqara surasi 165-oyatdan 167-oyatlargacha.
Shar'iy dalillar qiyomat kunidagi bu shafaatning bir qismining shafaatchidan qabul qilinib, shafaat qiling'uchiga manfaat qildiganligiga va yana bir qismining rad qilinib, shafaatchidan qabul qilinmaydiganligi va shafaat qiling'uchiga manfaat qilmaydiganligiga dalolat qildi. Demak, shafaat ikki turlik bo'ladi. Biri qabul qilinadigan shafaat. Bu Nabiy sallallohu alayhi va sallam uchun bo'lsin yoki boshqa anbiyalar uchun bo'lsin yoki farishtalar uchun bo'lsin yoki shuhada uchun bo'lsin yoki mo'minlar uchun bo'lsin Qur'on va sunnatda kelgan shafaatlardir. Bu shafaatlar bir qancha turlik va bir qancha bosqichlarda bo'ladi. Bu shafaatlarning ba'zisi butun insonlarga bo'ladi va ba'zisi faqat Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummati uchun bo'ladi. Yana biri rad qilinadigan shafaat. Bu mushriklar va nasoralarning ilohlaridan, bid'atchilarning pirlaridan umid qilgan shafaatlardir. Yana shundaqla qabrlarga ibodat qilg'uvchilarning qabrlardagi o'liklarning qiyomat kuni o'zlariga shafaat qilishini umid qilib, ularga duo qilgan, mol bo'g'izlagan, qabrlarni silagan va namoz o'qigan ishlaridir. Alloh taolo bu xildagi shafaatchilarni yolg'onga chiqarib, qiyomat kuni hech kimning Alloh taolaning iznisiz shafaat qilolmaydiganligini va faqat Alloh taolo shafaatchidan va shafaat qiling'uchidan rozi bo'lgan chaqdala shafaatning manfaat qildiganligini bayon qilib aytdiki, Allah'ның ruxsatisiz kimmi Allah'ның oldida shafaat qila olsin? Baqara surasi 255 oyat. Yana ular Allah rozi bo'lganlarga shafaat qiladi. Anbiya surasi 28 oyat. Shunga kimki qabriga mol qurbonlik qilish, tilash degandek ibodat qilsa, u bakla azg'an bo'ladi va shafaatga erisha olmaydi. Qiyomat kunidagi shafaatchilar. Alloh taolo o'ziga yaqin zotlarni hurmatlab, qiyomat kuni ba'zi do'zax ahlini do'zaxdan qutuldirishi uchun ularning shafaatini va vasitchiligini qabul qiladi. Ilgari shafaatning turlari va uning qabul bo'lishining shartlarini so'zlagan vaqtimizda, bu shartlarning birining Alloh taolaning shafaatchi uchun shafaat qilishiga ruxsat qilishi ekanligini so'zlab o'tgan edik. Oyat hadislardan qiyomat kunidagi shafaatchilarning tuvandagilar ekanligini bilamiz. Birinchi, anbiyalar. Anbiyalar ular Alloh taolaning insonlar ichidan tanlagan bandalari bo'lib, Alloh taolo ularni insonlarni jaholatning zulmatlaridan iymonning nuriga chiqarish uchun tanladi. Ular Allohning dargohida xilma-xil darajalarda bo'ladi. Alloh taolo ulardan xoliganini hurmatlaydi va darajasini yuqori ko'taradi. Haq taolo aytadi: "Ana shu anbiyalarning ba'zisini ba'zisidan ustun qildik." Allah ularning ba'zisi, ya'ni Musa alayhissalom bilan so'zlashdi va ba'zisining, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamning darajasini yuqori ko'tardi. Baqara surasi 253-oyat. Qiyomat kunidagi eng katta hurmatlash va aziz qilish bo'lsa, shafaatchidan shafaatni qabul qilishdir. Oldi bilan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shafaatlarini so'zlab o'tamiz. Allohdan bizni u zotning shafaatidan mahrum qilmasligini tilaymiz. Bu shafaatlarning ba'zisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning o'ziga xosdir. Yana ba'zisi Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan boshqa anbiya va shuhadolarga o'rtaqdir. Bu shafaatlar tuvandikicha. Birinchi shafaat. Qiyomat kunidagi butun xaloyiqlar uchun qilinadigan eng cho'ng shafaatdir. Bu Alloh taolaning: "Ey Muhammad, Parvardigoringning seni madhiyalanadigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi haqiqatdir." Isro surasi 79-oyat. degan so'zidagi shafaat maqomidir. Bu shafaat Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xosdir. Chunki boshqa anbiyalarning hammasi bu shafaatni qilolmaydiganligi bilan o'ziri aytadi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam mahshardagi butun xaloyiqlar qattiq qo'rqib, iztirob chekib turayotganda, Alloh taolaning ularning orasida hukm chiqarib, mahsharning qo'rqinchisi va g'am qayg'usidan qutulish uchun shafaat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dediki, qiyomat kuni kishilar to'p-to'p bo'lishib, har bir ummat o'z payg'ambariga ergishib mengib, "Ey paloni nabiy, shafaat qilg'aylar. Ey paloni nabiy, shafaat qilg'aylar" deb oxiri shafaat qilish Nabiy sallallohu alayhi va sallamga berib to'xtaydi. Ana shu kun Alloh uni buyuk shafaat maqomiga turg'izadigan kundir. Yana bir uzun hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam qiyomat kunidagi insonlarning holini sifatlab, "Andin o'zat Rasululloh Allohdan maxluqotlar orasida hukm chiqarilish uchun shafaat qilib, mengib berib jannatning darvozasining halqasini tutadi. Shu chaqda Alloh u zotni madhiyalanadigan maqomga yetkazadi-da, jami mahshargoh ahli u zotni madhiyalashidi" degan. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning bu shafaatga xos qilinganligi u zotning shon sharafini va buyuk maqomini ayon qilish uchundir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdiki,
Mən qiyamət günü Adəm balalarının sərdarımən. Buningda faxrlanish yo'q. Mən qiyamət günü chiqishim uchun zimin yerladigan tunji kishidurman. Faxrlanish yo'q. Mən shafaatchi va shafaat qabul qilinguchidurman. Faxrlanish yo'q. Bu dua Nabi sallallohu alayhi vasallamning qiyomat kuni uchun saqlagan duosi bo'lganlikdan bir odam u zotdan so'rab, ey Rasululloh, sizlar Rabbillardan Sulaymon alayhissalomning podshohligidek bir podshohlik so'rmadinglarmi degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kulib ketib, sizlarning payg'ambaringlar uchun Allohning dargohida Sulaymonning podshohligidanmi katta bir narsa bor. Haqiqatan Alloh taolo qandoqliki bir nabiyni avassa, uningga bir duo ato qildi. Anbiyalarning ba'zilari bu duosi bilan dunyo tilganida dunyo berildi. Ba'zilari qavmi ularga osiylik qilgan chaqda qavmining halokatini tilganida qavmi halok qilindi. Alloh taolo menga bir duo bergan edi. Men bu duoni qiyomat kuni Rabbimning dargohida ummatimga shafaat bo'lish uchun saqlab qo'ydim. Alloh taolo menga bir duo bergan edi. Men bu duoni qiyomat kuni Rabbimning dargohida ummatimga shafaat bo'lish uchun saqlab qo'ydim. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan boshqa hamma anbiyolar bu shafaatni qilolmaydiganligi bilan o'zri aytdi. Bu shafaat bir qancha hadislarda tafsiliy kelgan bo'lib, birida Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizga xabar berib deganki, "Men qiyomat kuni butun xaloyiqning xo'jasidurman." Bu nima sababdan bilamsizlar? Allah ilgari keyingi barliq ummatlarni shundoq bir tuzlanlikka yig'idiki, ularga qaragan odam hammaylarni ko'ra oladi. Chaqirsa hammaylarga anglata oladi. Quyosh ularga yaqinlab kelib, xaloyiqni chidag'usiz, g'am va parishonlik chirmib olib, ig'ir sarosimada qoladi. Shuning bilan ba'zilar sizlar naqadar yomon ahvolda turayotganliklaringizni, beshinglarga kelgan kulfatni ko'ryotamsizlar. Rabbinglarning huzurida sizlarni tilib oladigan biror kishini topolmamsizlar deyishadi. Ba'zilariga atanglar odam tilib oladi deb uning qashig'iga kelib, "Ey odam, sen insonlarning otisisan. Allah seni o'z qo'li bilan yaratgan. Sana o'z ruhini pulligan. Farishtalarni sana sajda qilishga buyurgan. Ular sana sajda qilgan. Yana seni jannatda turg'izgan. Rabbingdan bizni tilib olsangchi, bizning holimizni, beshimizga kelgan kulfatni ko'rmayyotamsan" deganda odam, Rabbim shunda g'azablandiki, buningdan burunmi unda g'azablanib boqmagan. Bundan keyinmi unda g'azablanmaydi. Rabbim meni haliqi do'zaxdan cheklagan bo'lsa-mu, men Rabbimga osiylik qilib saldim. Men o'zim shafaatga muhtojman. Mendan boshqa biraylarning qashig'iga berib beqinglar. Nuhning yeniga berib beqinglar deydi. Ular Nuhning oldiga berib, "Ey Nuh, sen Alloh zimin ahliga avatgan tunji nabiy. Allah seni shukr qilib turadigan banda deb atagan. Rabbingdan bizni tilib olsangchi, bizning holimizni, beshimizga kelgan kulfatni ko'rmayyotamsan" deganda, Nuh, Rabbim bugun shunda g'azablandiki, buningdan burun unda g'azablanib boqmagan, bundan keyinmi unda g'azablanmaydi. Men burun qavmimni qarg'ab duo qilib salganman. Hozir men o'zim shafaatga muhtoj. Mendan boshqa biraylarning qashig'iga berib beqinglar. İbrahimning yeniga berib beqinglar deydi. Shunda qilib, ular Ibrohimning oldiga berib, "Ey Ibrohim, sen Allohning payg'ambari, ham Allohning zimindagi do'stisan. Rabbingning huzurida bizni tilib olgan bo'lsang, bizning holimizni, beshimizga kelgan kulfatni ko'rmayyotamsan" deydi. İbrahim, Rabbim bugun shunda g'azablandiki, buningdan burun unda g'azablanib boqmagan, bundan keyinmi unda g'azablanmaydi. Men 3 qatim yolg'on aytib salganman. Abu Hayyan u 3 ishni hadisda bayon qilgan. Hozir men o'zim shafaatga muhtoj. Mendan boshqa biraylarning qashig'iga berib beqinglar. Musoning yoniga beringlar deydi. Shunda qilib, ular Musoning oldiga berib, "Ey Musa, sen Allohning payg'ambari, Alloh seni o'ziga nabiy qilish va bevosita so'z qilish orqali seni butun xaloyiqdan afzal qildi. Rabbingning huzurida bizni tilib olgan bo'lsang, bizning holimizni, beshimizga kelgan kulfatni ko'rmayyotamsan" deydi. Musa, Rabbim bugun shunda g'azablandiki, buningdan burun unda g'azablanib boqmagan. Bundan keyinmi unda g'azablanmaydi. Men burun o'ldirishga buyurilmagan bir jonni o'ldirib qo'yganman. Hozir men o'zim shafaatga muhtoj. Mendan boshqa biraylarning qashig'iga berib beqinglar. Maryam o'g'li Isoning yoniga beringlar deydi. Shunda qilib, ular Isoning oldiga berib, "Ey Iso, sen Allohning payg'ambari, uning Maryamga tashlagan so'zidursan. Uning tarafidan kelgan bir ruhsan. Sen kichik chag'ingda beshikda turib, kishilarga so'z qilgan eding. Rabbingning huzurida bizni tilib olgan bo'lsang, bizning holimizni, beshimizga kelgan kulfatni ko'rmayyotamsan" deydi. Iso, Rabbim bugun shunda g'azablandiki, buningdan burun unda g'azablanib boqmagan. Bundan keyinmi unda g'azablanmaydi deydi. Buningdan keyinmi unda g'azablanmaydi deydi. U biror gunohni tilga olmay mundaq deydi. Hozir men o'zim shafaatga muhtoj. Mendan boshqa biraylarning qashig'iga berib beqinglar. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yoniga beringlar deydi.
Şunun bilan ular Muhammadning yeniga berib, ey Muhammad, sen Allah'ның payg'ambari ham anbiyalarning tuganchisidirsan. Allah sening ilgirki va keyingi barliq gunohlarini mag'firat qilib atgan. Bizni tilib olgan bo'lsang, bizning holimizni, beshimizga kelgan kulfatni ko'rmayotgamsan deydi. Shuning bilan men darhol berib, arshning ostiga kelib, Rabbim azza va jalla uchun sajdaga bosh uraman. Andan Allah menga o'ziga loyiq keladigan go'zal hamd sanolar xazinasidan mendan ilgari hech kimga echib darvozalarni echib berdi. Andan ey Muhammad, beshingni ko'tir, so'rag'in berildi, so'zligin anglanadi, shafaat qil, shafaating qabul qilindi deyiladi. Men ummatimni tilib olaman ey Rabbim, ummatimni tilib olaman ey Rabbim, ummatimni tilib olaman ey Rabbim deb shafaat qilsam, menga ey Muhammad, ummatingdan hisob kitob qilinmaydiganlarni jannatning darvozalaridan o'ng tarafdagi darvozadan akirgan. Boshqa darvozalardan kirishdimi, ular boshqalarga o'xshash kiralaydi deyiladi. Mana bu qiyomat kunidagi buyuk maydonda yuz beradigan ish bo'lib, shu chaqda qattiq iztirobli vaqtda anbiyalarning sardori va taqvodorlarning eng kattasi bo'lgan Nabiy sallallohu alayhi vasallam shafaat qiladi. Bu bo'lsa, butun ummatlar Nabiy sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib tilaydigan birinchi shafaatdir. Ikkinchi shafaat. Bu jannat ahlining jannatga kirishga amr qilinib bo'lgandan keyin bo'ladi. Ular jannatga kirishi uchun shafaat qiladigan birini izlaydi. Mu'minlar Adam alayhissalomning yoniga kelib, "Ey atamiz, bizga jannatning ejilishini tilagin" deydi. Yana bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Qiyomat kuni Alloh taolo xaloyiqni mahsharga to'playdi. Mu'minlar o'ri turadi. Ularga jannat yaqinlashtiriladi. Ular Adam alayhissalomning qashig'iga kelib, "Ey atamiz, bizga jannat darvozasining ejilishini tilagin" deydi. Adam alayhissalom: "Sizlar jannatdan atanglar Adamning xatolik tufayli chiqarib etilgan emasmi? Men buning ahli emasman. Sizlar mening o'g'lim Alloh taolaning do'sti Ibrohimning qashig'iga boringlar" deydi. Ular borganda Ibrohim: "Men buning ahli emasman. Garchi men do'sti bo'lsam-mu, martabam tuvandir. Sizlar Alloh bilan bevosita so'zlashgan Musa sallallohu alayhi vasallamning qashig'iga boringlar" deydi. Ular Musa sallallohu alayhi vasallamning oldiga bordi. Musa: "Menmi buning ahli emasman. Sizlar Allohning kalimasi va ruhi bo'lgan Isoning qashig'iga boringlar" deydi. Ular borganida İsa sallallahu alayhi ve sellem menmi buning ahli emasman deydi. Ular Muhammad sallallahu alayhi ve sellemning qashig'iga keladi. Muhammad sallallahu alayhi ve sellem o'rnidan turdi. Uningga ijozat berildi. Demak, payg'ambarimiz Muhammad sallallahu alayhi ve sellem jannatning darvozasini echish va jannatga kirishda shafaatchi bo'ladi. Bu shafaat maqomimi buyuk maqomdir. Bu shafaatmi Nabiy sallallohu alayhi ve sellemga xos bo'lib, buning dalili Ibn Umar radhiyallohu anhumaning hadisida Nabiy sallallohu alayhi ve sellemning "Andan o'zat, ya'ni Rasululloh Allohdan maxluqotlar orasida hukm chiqarilishi uchun shafaat qilib, mengib berib jannatning darvozasining halqasini tutadi" degan so'zidir. Nabiy sallallohu alayhi ve sellem yana deganki, "Men qiyomat kuni jannatning darvozasining yoniga kelib, uning ochilishini talab qilaman. Jannatni saqlag'uvchi farishta: 'Sen kim?' deydi. Men Muhammad deyman. O farishta: 'Sana etishga buyurildim. Sendan ilgari hech biriga etib bakmagan edim' deydi. Mana bu ikkinchi turmi Alloh taolaning uning bilan payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni hurmatlaydigan shafaatlardandir. Bu shafaat bilan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummati va uningdan boshqa jannat ahlidan bo'lgan mu'minlar manfaatlanadi. Uchinchi shafaat. Bu hisob ilinmaydigan va jazolanmaydigan mu'minlarga xos shafaatdir. Allohning ularni jannatga kirishiga ruxsat qilishi uchun payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shafaatchi bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Men qiyomat kuni butun xaloyiqning xo'jasidirman. Bu nima sababdan bilamsizlar? Alloh ilgari keyingi barliq ummatlarni shundoq bir tuzlanlikka yig'diki, ularga qaragan odam hammalarni ko'ra oladi. Chaqirsa hammalarga anglata oladi. Quyosh ularga yaqinlab kelib, xaloyiqni chidag'usiz g'am va parishonlik chirmib olib, ig'ir sarosimida qoladi" degan. Bu hadisning oxirida Nabiy sallallohu alayhi va sallam deganki: "Andan ey Muhammad, beshingni ko'tir, so'rag'in beriladi, so'zligin anglanadi, shafaat qil, shafaating qabul qilinadi" deyiladi. Men ummatimni tilib olaman ey Rabbim, ummatimni tilib olaman ey Rabbim, ummatimni tilib olaman ey Rabbim deb shafaat qilsam menga: "Ey Muhammad, ummatingdan hisob kitob qilinmaydiganlarni jannatning darvozalaridan o'ng tarafdagi darvozadan akirgan. Boshqa darvozalardanmi boshqalarga o'xshash kiralaydi" deyiladi. Jinim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, jannat darvozalarining ikki qanotining oraliqi Makka bilan Himyar yoki Makka bilan Busra oraliqidakdir. Demak, bu shafaatmi Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xos ato qilingan buyuk maqomining jumlasidandir.
4-cü şafaat. Allah Taalaning mo'min bandalariga bo'lgan fazl ihsonining jumlasidanki, ularga g'azbi va jazosi bilan muomala qilishdan ilgari afusi va mag'firati bilan muomala qiladi. Allah Taalaning maxluqotiga qilgan rahmatining jumlasidan yana Allah Taala payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam uchun Allohga hech narsani sherik keltirmay, tavhidning ustida bo'lgan, gunoh maqsadlarni qilgan bo'lsa-mu, uni halol deb e'tiqod qilmagan asi gunohkor mu'minlardan do'zaxga kirgan kishilarga shafaat qilishiga ruxsat qilishidir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu turdagi kishilarga shafaat qildiganligidan xabar berib dediki, shuning bilan ular mening yanimga kelishidi. Men berib Rabbimdan ijozat so'rasam, menga Rabbimning huzuriga ijozat beriladi. Rabbimni ko'rganimda sajdaga borman. Alloh meni xohlagan muddat shu holatimda qo'yib qo'ydi. Andan Muhammad beshingni ko'tar. So'zligin anglanadi, so'rag'an beriladi, shafaat qil, shafaating qabul qilinadi deyiladi. Men beshimni ko'tarib Rabbim menga o'rgatgan hamda aytish qoidasi bo'yicha hamda aytaman. Andan shafaat qilsam, menga ma'lum qavmlar uchun chaq qo'yiladi. Men ularni jannatga kirgizib o'taman. Andan Rabbimning oldiga qaytib kelaman. Rabbimni ko'rganimda sajdaga boraman. Alloh meni xohlagan muddat shu holatimda qo'yib qo'ydi. Andan Muhammad beshingni ko'tar. So'zligin anglanadi, so'rag'an beriladi. Shafaat qil, shafaating qabul qilinadi deyiladi. Men beshimni ko'tarib Rabbim menga o'rgatgan hamda aytish qoidasi bo'yicha hamda aytaman. Andan shafaat qilsam, menga ma'lum qavmlar bilan chaq qo'yiladi. Men ularni jannatga kirgizib o'taman. Andan Rabbimning oldiga qaytib kelaman. Rabbimni ko'rganimda sajdaga boraman. Alloh meni xohlagan muddat shu holatimda qo'yib qo'ydi. Andan Muhammad beshingni ko'tar. So'zligin anglanadi, so'rag'an beriladi. Shafaat qil, shafaating qabul qilinadi deyiladi. Men beshimni ko'tarib Rabbim menga o'rgatgan hamda aytish qoidasi bo'yicha hamda aytaman. Andan shafaat qilsam, menga ma'lum qavmlar bilan chaq qo'yiladi. Men ularni jannatga kirgizib o'taman. Andan Rabbimning oldiga qaytib kelib, ey Rabbim, do'zaxda faqat Qur'on so'lab qo'ygan, ya'ni Qur'onda do'zaxda mangu qilishi isbotlangan kishilarga qoldi deyman. Do'zaxdan la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa haq ma'bud yo'q degan qalbida bir tal arpichilik yaxshilik bo'lgan kishi chiqib ketadi. Andan keyin do'zaxdan la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa haq ma'bud yo'q degan qalbida bir tal bug'doychilik yaxshilik bo'lgan kishi chiqib ketadi. Andan keyin do'zaxdan la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa haq ma'bud yo'q degan qalbida bir tal kichik chumilichilik yaxshilik bo'lgan kishi chiqib ketadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana mening shafaatim ummatimdan cho'ng gunoh sodir qilganlar uchundir degan. Yana aytdiki, andan berib uningdan qalbida bir tal arpichilik iymon bor bo'lganlik kishini chiqargan deydi. Men berib shundoq qilaman. Andan qaytib kelib Rabbimga menga o'rgatgan ashu hamda aytish qoidasi bo'yicha hamda aytaman. Andan uningga sajdaga borsam menga ey Muhammad, beshingni ko'tar, aytqin tingshilisan, so'rag'in berilsan, shafaat qil, shafaating qabul qilinadi deyiladi. Shuning bilan men ey Rabbim, ummatim desam, u berib uningdan qalbida bir tal kichik qizil chumilichilik yoki qichiychilik iymon bor bo'lganlik kishini chiqargan deydi. Men berib shundoq qilaman. Andan qaytib kelib Rabbimga menga o'rgatgan ashu hamda aytish qoidasi bo'yicha hamda aytaman. Andan uningga sajdaga borsam, ey Muhammad, beshingni ko'tar, aytqin tingshilisan, so'rag'in berilsan, shafaat qil, shafaating qabul qilinadi deyiladi. Shuning bilan men ey Rabbim, ummatim desam, u berib uningdan qalbida iymondan bir tal qichiydimi kichik eng aqalli bir asar bo'lganlik kishini do'zaxdan chiqargan deydi. Men berib shundoq qilaman. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu hadisning oxirida aytadi. Men ey Rabbim, menga la ilaha illalloh degan kishini elib chiqishimga ijozat bergaysan desam, Rabbim mening izzatim, ulug'liqim, cho'ngliqim va buyukligim bilan qasamki, uningdan la ilaha illalloh degan kishini elib chiqarmay qo'ymayman deydi. Shafaat bilan do'zaxdan chiqadiganlarning sufati. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ba'zi mu'minlarning ichidagi asi gunohkorlarning do'zaxda azoblanib bo'lgandan keyin o'zining shafaati bilan chiqqan chog'dagi holatini sifatlab aytadi. Do'zaxdan shafaat bilan birmuncha kishilar xuddi ushshoq tarxamaklardek holatda chiqib ketadi. Buning ma'nosi ular do'zaxda qattiq azoblanganlik uchun shakllari va hajmlari o'zgarib ketadi. Shuning bilan ular tarxamakka o'xshash bo'lib qoladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam tavhid ustidagi kishilarning do'zaxda azoblansimi, hamini do'zaxdan chiqadiganligini bayon qilib aytadi. Nurg'un kishilar do'zax o'tida azroq pushlanib qardab ketgandan keyin uningdan chiqib jannatga kirdi. Shuning bilan jannat ahli ularni jahannamiylar deb ataydi.
Allohga sherik keltirmagan insonlarni gunohlardan poklanib bo'lgandan keyin do'zaxdan chiqarishdagi bu shafaat Muhammad sallallohu alayhi vasallamga va u zotning ummatiga xos emasdir. Balki ilgirki ummatlardan bo'lgan mu'minlarga umumyuzlik bo'lib, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ilgirki anbiyolar, solihlar va ulardan boshqa Alloh taolo xohlagan zotlar bu jihatda shafaatchi bo'lganlikda o'rtaqdir. Lekin payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam uchun bu turdagi shafaatdami cho'ng nasibi bor. 5. Shafaat. Bu Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tag'asi Abu Talib uchun qiladigan xos shafaatidir. Alloh taolo kofirlar haqida shafaatchilarning shafaati ularga foyda bermaydi. Ya'ni ularni Allohning azobidan qutqizadigan shafaatchi bo'lmaydi. Ularga butun ahli zamin shafaat qilgan taqdirdami ularning shafaati qabul qilinmaydi degan bo'lsa-mu, Abu Talibni buningdan istisno qildi. Demak, Abu Talibga Nabiy sallallohu alayhi vasallamning shafaati foyda beradi. Bu shafaat uni do'zaxdan chiqarishda emas, uningdan azobni yengillatish jihatidir. Ya'ni Abu Talib do'zaxning eng teyiz yerida bo'ladi. Do'zax ahlining ichida eng yengil azobda azoblanadi, lekin u do'zaxdan chiqmaydi. Abu Talibning ahvoli boshqa hadislarda tafsiliy bayon qilingan bo'lib, Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu tag'asi haqida u o'shqqa keladigan teyiz o'tda. Navoda men bo'lmagan bo'lsam, do'zaxning eng ostida bo'lgan bo'ladi degan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam faqat tag'asi Abu Talib uchunla uning do'zaxdan chiqishiga emas, balki uningdan do'zax azobining yengillatishiga qarata shafaat qildi. Chunki Abu Talib kofir holatda o'lib ketgan bo'lib, kofirga Alloh taolo jannatga kirishni harom qilgandir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam tag'isi Abu Talibni diniga da'vat qilishda ko'p tirishchilik ko'rsatgan edi va uning iymon etishidan qat'iy umidsizlanmagan edi. Hatto Abu Talib sakratga tushgan vaqtida uning beshida turib, La ilaha illalloh, Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'q deyishni talab qilgan edi. Abu Talib bo'lsa bu kalimani aytishga unamay, men Abdul Muttalibning dinidadurman degan edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning uningdan azobni yengillatishga shafaat qildi. U Nabiy sallallohu alayhi vasallamga yordam berganligi va qo'g'diganligining sababi bilan do'zaxning eng teyiz yerida bo'ldi. Bu Nabiy sallallohu alayhi vasallamning Alloh taolaning dargohidagi o'rnining ustun ekanligining alomatidir. Lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallam yanada Alloh taolo shubhasizki sen xohlagan odamni hidoyat qila olmaysan, lekin Alloh o'zi xohlagan odamni hidoyat qiladi degandek va yana Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiyisini yetkazishdir, lekin Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi degandekdir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam do'zaxiylar ishida qiyomat kuni eng yengil azoblandigini shundoq bir odamki, uning ikki toponining o'ttiriga bir tal cho'g' qo'yiladi. Uning dastidan mengiz qaynab turadi degan. Yana haqiqatan do'zax ahlining ichida eng yengil azoblandigini uning o'tdan ikki kashi va boqqichi bor bir kishi bo'lib, bu ikki oyoqdan uning mengisi qozon qaynaganda qaynaydi. U o'zini eng qattiq azoblanayotgan kishi deb qaraydi. Halbuki u haqiqatan ularning eng yengil azoblandigidir degan. Yana haqiqatan do'zax ahlining ichida eng yengil azoblandigini Abu Talibdir. U kiyib olgan ikki kashdan uning mengisi qaynaydi degan. Allohdan bizni azobidan qutuldirishini va o'lib ketganga qadar dinida mustahkam qilishini so'raymiz. Amin. 6. Shafaat. Bu gunoh ma'siyatlarining va ibodatlarga sal qirg'anlikning sababi bilan do'zaxga kirishga loyiq bo'lgan kishilarning do'zaxdan qutulishi uchun qilinadigan shafaatdir. Bu do'zaxga kirgan mu'minlarga chiqish uchun qilinadigan shafaatdan boshqa shafaatdir. Bu shafaatmi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga xos emasdir, balki uningdan boshqa anbiyolar, siddiqlar, solihlar va farishtalarga o'rtaq bo'lgan shafaatdir. Farishtalarmi, anbiyolarmi va solihlarmi shafaat qiladi. Bularning hammasining Alloh taolo do'zaxga kirganlarning do'zaxdan chiqishiga va do'zaxga kirishga loyiq bo'lganlarning do'zaxga kirmasligiga qarata qilingan shafaatini qabul qiladi. 7. Shafaat. Bu jannatga kirgan mu'minlarning jannatda darajalarining ustun bo'lishi uchun qilinadigan shafaatdir. Abu Salama vafot bo'lgandan keyin xuddi Nabiy sallallohu alayhi vasallam uningga duo qilib degandek: "Ey Alloh, Abu Salamani mag'firat qilgan. Uning darajasini hidoyat topganlar qatorida yuqori qilgan. Uning qilib qolgan oilasidagilarga ega bo'lgan. Ey olamlarning parvardigori, bizni va uni mag'firat qilgan. Uning qabrisini kengri va nurli qilgan." 8. Shafaat. Bu Madina Munavvaradagi qiyinchiliklarga sabr qilib, u yerda o'ltiraqlashgan va u yerdan ayrilmagan kishi uchun qilinadigan shafaatdir.
Nabiy sallallohu alayhi vasallam ummatimdan kim Madinaning ocharchiliklarga va qiyinchiliklarga sabr qilsa, qiyomat kuni men uning shafaatchisi yoki guvohchisi bo'laman degan. 9-chi shafaat. Bu Madina Munavvarada vafot bo'lgan kishi uchun qilinadigan shafaatdir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kim Madinada o'lishga amal qila olsa, uningda o'lsin, vafot bo'lguncha yashasin. Chunki men uningda o'lgan kishiga shafaat qilaman degan. Alloh taolo Madinada o'ltiraqlashishga va u yerda vafot bo'lishga nasib qilgan kishilarga muborak bo'lsin. Bu 9 turlik shafaat Nabiy sallallohu alayhi vasallamga xos bo'lgan yoki u zotning shafaati boshqalarning shafaatidan ko'proq bo'lgan shafaatlardir. Qiyomat kuni yana boshqa shafaatlar va shafaatchilarmi bor bo'lib, tuvanda bu haqda so'zlaymiz. Ikkinchi, farishtalar va mo'minlar. Farishtalarning Allohning dargohida yuqori o'rni va hurmati bor. Solihlarmi shuningga o'xshashdir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, shuning bilan anbiyolar, farishtalar va mo'minlar shafaat qilsa, qahr qilg'uvchi Alloh mening shafaatim qoldi deb o'tdan bir changal elib kuyib qardab ketgan nurg'un kishilarni elib chiqadi. Ular jannatning yo'llarining eg'izlaridagi hayotlik suyi deb ataladigan bir o'stanga tashlanadi. Shuning bilan ularning a'zolari xuddi kalkunning latqinlarida uruq bix urgandek o'stangning ikki yoqasida bix uradi. Sizlar undaq mayslarni Qur'on toshning to'vlarida, daraxtning to'vlarida ko'rgan. Uningdan quyoshga yaqin bo'lganlarning rangi yop-yeshil, soyaga yaqin bo'lganlarning rangi oq bo'ladi. Shunday qilib, ular uncha rivoyatlardek farqarab chiqsa, bu yo'llarga bo'yonliq zinnat silinib jannatga kirishadi. Jannat ahli ularni ko'rib, ular Rahmanning azodgardalari. Ularni ya qilgan biror amallar bo'lmasimi yoki oldin qilib mangdirgan biror yaxshiligi bo'lmasimi jannatga kirgizibdi deyshidi. Andan ashu kirganlarga sizlar ko'rganning hammasi va yana uning bilan uningdek bir hassi billa bo'lsin deyiladi. Yana bir rivoyatda Alloh taolo farishtalar shafaat qildi, anbiyolar shafaat qildi va mo'minlar shafaat qildi. Faqat eng marhamatli Alloh taolo shafaat qilib qoldi deydi va do'zaxdan bir changal ilib faqat yaxshi ish qilib boqmagan, kuyib ko'mirdek bo'lib ketgan insonlarni chiqardi va ularni jannatning oldidagi o'stanga tashlaydi. 3. Shuhada. Shuhada Allohning yo'lida jonlarni pido qilgan insonlar bo'lib, ular bilan Alloh tavhid kalimasini ustun qiladi va ularning qilgan jihodi bilan yakka yegani yolg'iz Allohga ibodat qilindi. Ular Alloh taolaning roziligini ko'zlab, oilasidan, vatanlaridan va do'stlaridan ayrildi va ayoli, bola-chaqalarini tashlab, yaqin yurtlarda g'arib bo'ldi. Shuning uchun Alloh taolo ularni qiyomat kuni shafaatchilardan qilish orqali mukofotlaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shahidning jamoatidan 70 kishiga shafaat qabul qilindi degan. 4. Salihlar. Ular bo'lsa Parvardigorini yaxshi ko'rib, uningga yaqinlashgan va uningdan yordam tilagan, shuning bilan Parvardigori ularni yaxshi ko'rib yaqinlashtirgan va yordam qilgan insonlardir. Ularning Allohning dargohida yuqori o'rni bo'lganligi uchun Alloh taolo ularning shafaatchi bo'lishiga ruxsat qiladi. Shuning bilan ular shafaat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ashablaridan biri rivoyat qildiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam mening ummatimdan bir kishining shafaati bilan Bani Tamim qabilasidagidanmi ko'proq kishi jannatga kiradi deganida ashablar, "Ey Rasululloh, u sizdan boshqa bir kishimi?" deyishdi. O zot, "O mendan boshqa bir kishi" dedi. Bu hadisni rivoyat qiluvchi aytadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'rnidan turgan vaqtda men "Bu kim?" degan edim. So'rindikilar "Abul Jad'aning o'g'lidir" dedi. 5. Qur'on. Qur'on Allohning kalomi bo'lib, uni o'qigan kishi Allohga yaqinlashadi. O'qigan kishiga har bir harfning barobarida bir yaxshi amalning savobi yoziladi. Qur'on uni o'qigan odamni dunyoda aziz qiladi. Oxiratda bo'lsa, uningga shafaatchi bo'lish orqali nijotlik olib keladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Qur'on o'qinglar, chunki u qiyomat kuni o'qiganlarga shafaatchi bo'lib keladi degan. Yana deganki, qiyomat kuni Qur'on kelib, "Ey Rabbim, uni Qur'on o'quvchini zinnatligin" deydi. Shuning bilan uningga izzat toji kiydiriladi. Andan Qur'on, "Ey Rabbim, uningga ziyoda qilgin" deydi. Shuning bilan u kishiga bir qo'r izzat to'ni kiydiriladi. Andan Qur'on, "Ey Rabbim, uningdan rozi bo'lgin" deydi. Shuning bilan Alloh uningdan rozi bo'ladi. Uningga o'qig'in, o'rligin deyiladi va har bir oyatning barobarida bir yaxshilik ziyoda qilindi. Yana deganki, qiyomat kuni Qur'on o'qigan kishining qabrisi yerilib chiqqan chaqda Qur'on uning bilan xuddi u dunyoda Qur'on o'qib charchagan holatidagila chiroyi sarg'ayib ketgan kishidek holatda uchrashadi va "Meni tunimsan" deydi. U kishi "Seni tunimayman" deydi. "Men seni kunduzning qattiq issiq vaqtlarida ussiz qo'ygan va kechalari uyqusiz qo'ygan hamrohing Qur'ondirman.
Haqiqatan har bir tijoratchining oldida qo'g'daydigan tijorati bo'ladi. Men bugun sana nisbatan har qanday tijoratning oldida durman deydi. Andin uning o'ng qo'liga mulk, so'l qo'liga mangulik ato qilindi va beshiga izzat toji qo'yiladi. Shundaqla uning ota-onasiga dunyoga tang qilinmaydigan darajadagi bir qor ton kiydiriladi. Shuning bilan u ikki ota-ona nima sababdan bu ton bizga kiydirildi deydi. Sizlarning farzandingizga Qur'on o'rgatganliginglarning sababi bilan deyiladi. Andin yana o'qigan va jannatning palampaylarida va yotoqlarda o'rligin deyiladi. Shuning bilan u kishi ittik o'qisin yoki tartil o'qisin, o'qibli turgan muddatda yuqori o'rlaveradi. Demak, Qur'on qiyomat kuni uni o'qigan kishi uchun shafaatchi bo'ladi. Baqara bilan Al-Imron suralari qiyomat kuni uni o'qigan kishining tarafini oladi. Kimki Qur'onni ko'p o'qisa, bo'libmi Baqara bilan Al-Imron suralarini o'qisa, qiyomat kuni shafaat qilinishga loyiq bo'lar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdiki, Qur'onni o'qinglar, chunki qiyomat kuni Qur'on uni o'qigan kishilar uchun shafaatchi bo'lib keladi. Baqara bilan Al-Imrondan iborat ikki nurliq surani o'qinglar, chunki bu ikkisi qiyomat kuni xuddi ikki parcha bulutdek yoki ikki soyavandek va yoki qanotlarini ochib ikki qur bo'lib tizilgan qushlar to'pidek holatda kelib o'qigan egillarini oqlaydi. 6. Bolalarning kichik vaqtida o'lib ketishi. Farzandning o'lib ketishi dadaning va onaning qalbida saqiyish tas bo'lgan bir yara paydo qiladi. Agar ota-ona bo'lguncha buningga sabr qilsa va Allohdan ajr umid qilsa, cho'ng yaxshi ish qilgan bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning davrida bir odam u zotning yoniga bir bolasi bilan birga keldi. Ma'lum zaman o'tgandan keyin u zot palonining bolasi nima ish qilyotidi deganida ular ey Rasululloh, u bola o'lib ketdi dedi. Shuning bilan u zot uning dadasiga sen jannatning darvozalaridan bir darvozaga kelsang, baloning seni saqlab turayotganligini ko'rishni yaxshi ko'rmamsan dedi. Birisi ey Rasululloh, bu hukm bu odamga xosmi yoki hammamiz uchunmi deganida u zot yo'q, hammanglar uchun dedi. 7. Farzandlarning duosi. Farzandlarning ota-onalariga qilgan duosi qiyomat kuni ularga manfaat qiladi va darajasini yuqori ko'taradi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdiki, haqiqatan nomi ulug' Alloh jannatda solih bandaning darajasini yuqori ko'tardi. Bu banda, ey Rabbim, bu daraja menga qandoq nasib bo'ldi deganda, Alloh farzandingning sen uchun mag'firat tilaganligi bilan deydi. 8. Ro'za tutish. Ro'za tutish eng ulug' va eng manfaatli ibodatlardandir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdiki, odam bolasining har qanday amali uning bo'ladi. Bir yaxshi amalning ajri 10 hassadan 700 hassagacha ko'paytirib beriladi. Alloh azza va jalla bundoq deydi: Ro'za menga xolis qilingan ibodatdir. Uningga ajrini o'zim beraman. Ro'zador kishi shahvatini va yemak-ichmakini men uchun qo'yib turadi. Ro'za qalqandir. Ro'za tutquchiga ikki xushallik bordir. Bir xushallik iftor qilgan chaqda, yana bir xushallik Rabbiga uchrashgan chaqda. Allah bilan qasamki, ro'zadorning og'zining bo'yi Allohning nazarida iftorning bo'yidan xushburaqdir. Yana deganki, kimki Allah yo'lida jihatda bir kun ro'za tutsa, Allah uning yuzini do'zaxdan 70 yil yiroqlashtiradi. Jannatda Rayyan deb ataladigan bir darvoza bo'lib, bu darvozadan ro'za tutquchilarlar kiradi. Ulardan boshqa hech bir kishi kirmaydi. Ular kirib bo'lgandan keyin bu darvoza taqiladi. Ro'za qiyomat kuni bandaga shafaat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdiki, ro'za va Qur'on qiyomat kuni bandaga shafaatchi bo'ladi. Ro'za, ey Rabbim, men uni kunduzi yemakdan va shahvatlardan cheklagan edim, meni uningga shafaatchi qilgan deydi. Qur'on, men uni kechasi uyqudan cheklagan edim, meni uningga shafaatchi qilgan deydi. Shuning bilan bu ikkisi u bandaga shafaat qiladi. 9. Meyit namozi o'quvchilarning meyitga shafaat qilishi. Ölüp ketken musulmon kishining namozini tushirish meyitning hayotlar ustidagi haqqidir. Meyit namoziga qatnashgan odam katta ajrga erishadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam kimki janozaga namoz tushirguchiga qatnashsa, bir qirat ajr beriladi. Dafn qilingan qadar qatnashsa, 2 qirat ajr beriladi deganida, 2 qirat degan qanchalik deyiladi. O zot 2 cho'ng tog'dak keladi dedi. Yana bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdiki, Müslümanlar cemaatidan 100 adam birer meyitning namozini tushirsa, hammasi o meyit uchun shafaat tilasa, ularning shafaati qabul qilindi. Bu hadisdagi ularning hammasi o meyit uchun shafaat tilasa deganning ma'nosi, ular o meyit uchun duo qilsa va Allohdan mag'firat va rahmat tilasa deganlikdir. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning shafaatiga erishishning yo'llari. Qiyomat kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallamning shafaatiga erishish cho'ng nijotlikdir.
U zot bandani o'zining shafoatiga erishtiradigan amallarni zikr qildi. Bandaning bu amallarni qilishga hirishman bo'lishi uning shafoatga iymon etganligining va uni tasdiq qilganligining isbotidir. Bu amallarning qatoridan birinchi azandan keyin zikr etish. Allohni ko'p zikr qilish fazilati cho'ng amaldir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bizga azandan keyin davomli o'qisak, qiyomat kuni u zotning shafoatiga erishadigan bir zikrni so'zlab berdi. U zot aytdiki, kimki azanni anglab bo'lgandan keyin Allahumma rabba hadihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata va ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ey mushu mukammal chaqiriqning va o'qiladigan mushu namozning parvardigori Alloh Muhammadga jannatdagi oliy o'rin bilan fazl marhamatlarni ato qilgan. Uni sen va'da qilgan madiyalanadigan maqomga yetkazgin desa, qiyomat kuni uningga mening shafaatim nisb bo'ladi. Ikkinchi, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ko'p durud aytish. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam biz uchun eng suyumli zotdir. Balki bizga jonlarimizdan va farzandlarimizdan suyumlikdir. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ko'p durud aytish va u zotning ish izlarini o'qib o'zlashtirish bu zotni yaxshi ko'rganligimizning dalilidir va qiyomat kuni shafoatiga erishishimizning yo'lidir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kimki menga atiganda 10 qatim, kechda 10 qatim durud aytsa, qiyomat kuni mening shafaatimga erishadi degan. Uchinchi, nafl namozni ko'p o'qish. Namoz Alloh taolo eng yaxshi ko'radigan amaldir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilinglarki, amallaringlarning yaxshisi namozdir degan. Farz va nafl namozlar yaxshilikqa va shafoatga erishishning yo'lidir. Bu haqda Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yanida qo'nib qolgan edim. Men u zotga tahorat suvi hozirlab bersam, menga so'rg'in degan edi. Men o'zlariga jannatda hamroh bo'lsam deyman desam Rasululloh. Uningdan boshqacha dedi. Men ashunini so'rayman desam Rasululloh, undaqda sajdani ko'p qilish bilan talvoni vujudga chiqarishda menga yordam bergin dedi. Yuqorida so'zlab o'tilgan bu amallar Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zining shafoatiga erishishning yo'llari ekanligidan xabar bergan amallardir. Shuning uchun banda bu amallarni qilish orqali Nabiy sallallohu alayhi va sallamning shafoatiga erishishga hirisman bo'lish kerak. Ko'p la'nat qilish shafoatni to'sib qo'ydi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam haqiqatan ko'p la'nat qilguvchilar qiyomat kuni guvohchi va shafoatchi bo'lolmaydi degan. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning shafoatiga erishadigan eng baxtli odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan: "Ey Rasululloh, qiyomat kuni shafoatlar bilan eng baxtli bo'ladigan kim?" deb so'ralgan edi. U zot: "Ey Abu Hurayra, men sening hadisga bo'lgan hirismanligingni bilgachga bu gapni sendan burun birarsi so'rmaydi deb o'ylagan edim. Qiyomat kuni shafaatim bilan eng baxtli bo'ladigan odam chin dilidan la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa haq ma'bud yo'qdir degan kishidir" dedi. Himmat. Mümin uchun qiyomat kuni shafaatga erishishni arzu qilishdan bakrak, shafaatchilardan bo'lishi uchun tirishishi loyiq bo'lar. Doktor Muhammad al-Arifi. Sajiya Islom tadqiqot markazi.